Abituriyent, biron bir kitobimizning geometriya qismidagi 114-mavzu. Uchburchakning burchaklar yig'indisi, uchburchakning tashqi burchaklari. Uchburchaklarning ichki burchaklar yig'indisi, uchburchak chizib olamiz. Ya'ni uchburchakda 3 ta burchak bo'ladi. Ya'ni bular alfa, beta va gamma hisoblanadi. Ya'ni ichki burchaklar yig'indisi uchburchakda plus beta plus gamma. Ya'ni hamisha 180 gradusga teng bo'ladi. Ya'ni uchburchakning ichki burchaklar yig'indisi. Endi tashqi burchaklar yig'indisi ham bor. Ya'ni buni alfa shtrix deb olsam bo'ladi. Bu yerni ham xuddi shunday b shtrix deb olsam bo'ladi. Beta shtrix. Bu yerni ham gamma shtrix deb olsam bo'ladi. Endi bu alfa shtrix, beta shtrix va gamma shtrixlar uchburchakning tashqi burchaklari hisoblanadi. Ya'ni alfa shtrix plus beta shtrix plus gamma shtrix deganimiz bu hamisha 360 gradusga teng bo'ladi. Ya'ni bugungi mavzumizda bilishimiz kerak bo'lgan narsalar. Birinchi misolimiz ABC uchburchakning chizmasini chizib olamiz. Demak, ABC uchburchak. A B C. Ya'ni bu yerni sinus alfasi berilgan ekan, ya'ni sinus A. Sinus A'si berilgan ekan 4 taqsim 5 ga. Sinus B'si ham berilgan ekan, bu 5 taqsim 13 ga teng ekan. Sinus C, ya'ni bu yerni sinusini topishimiz kerak. Biz bilamizki A plus bu, ya'ni bu yerda A bular burchak hisoblanib turibdi. Ya'ni bular ham burchak plus burchak C teng hamisha 180 gradusga. Shu joydan C burchak topib olaman. Ya'ni C burchak topib olsam 180 minus burchak A plus burchak B. Ya'ni burchak A va plus B ni bu tomonga o'tirib oldim. Endi bizlar uchun sinus C kerak. Demak, C ni o'rniga buni keltirib qo'yaman. Sinus 180 minus burchak A plus burchak B. Bu yerdan sinus, ya'ni bu 180 ikkinchi chorakka tushadi. Ya'ni bu qiymatda sinus nisbatiy qiymatga ega. Sinus burchak A plus burchak B. Endi buni ochib chiqamiz. Ya'ni sinusni yig'indi formasi bo'yicha. Sinus A kosinus B plus kosinus A bo'ladi. Sinus B bo'ladi. Endi bu yerdan sinus A bizda muammo emas. Ya'ni bu yerda 4 taqsim 5 ga tenglik berilgan. Endi kosinus B. Ya'ni bizda kosinus B berilmagan, ya'ni sinus B berilgan. Kosinus B ni topib olamiz. Ya'ni bu yerdan kosinus B deganimiz 12 taqsim 13 ga teng bo'ladi. Ya'ni kosinus A, bu yerdan ham kosinus A deganimiz 3 taqsim 5 ga teng. Endi bu yer uchun kosinus B deganimiz 12 taqsim 13 ga teng bo'ldi. Plus kosinus A deganimiz 3 taqsim 5 bo'ldi. Ko'paytirilgan sinus B deganimiz 5 taqsim 13 ga teng. Demak, bu yerda birinchisida 48 keladi ekan, plus 15. Ya'ni ikkalasini ham maxraj umumiy maxraj 65 ga teng bo'ladi. Yuqorida 63 keladi, ya'ni 48 ni 15 ga qo'shganimiz. Maxrajda 65. Demak, sinus C deganimiz 63 taqsim 65 ga teng ekan. Shunda javobimiz C javob bo'lar ekan. Yangi misolimiz. Ikkinchi misol. ABC uchburchakda AD bisektriya, ACB burchak. Xo'p, chizmasini chizib olamiz. Demak, B bu yer A bo'lsin, bu yer C bo'lsin. AD bisektriya ekan. Demak, bisektriyaning qoidasi uchburchakni burchagidan chiqib, shu burchakni teng 2 ga bo'luvchi kesma hisoblanadi. Ya'ni bu yerimiz ham alfa bo'ladi, bu tomonimiz ham alfa bo'lib qoladi. Demak, bizlarga
A, S, B burchagimiz. Ya'ni bu burchagimiz 80 gradusga teng ekan. Bu yerdan bu burchagimiz, bu yerimiz D ga teng. Ya'ni A D kesma tortildi. Endi A, D, B burchagimiz. Ya'ni bu burchagimiz 120 gradusga teng. Bu tomoni, ya'ni bunga qo'shni tomon hisoblanadi. Bu yerimiz 60 gradus bo'ladi. Bu yerimiz 80, bu yerimiz 60. Demak, bu burchagimiz, ya'ni bu 60 va 80 ning yig'indisi, ya'ni to'ldiruvchisi 180 bo'lishi kerak. Demak, bu yerga 40 ni qo'yishim kerak. 40 gradus. Demak, bu yer 40 gradus bo'lsa, bu tomon ham 40 gradusga bo'ladi. AB, ya'ni bizlarga bu burchakni so'rab qo'ydi. Endi jami A burchagimiz ham 80 gradus bo'ldi. S burchagimiz ham 80 gradus bo'ladi. Demak, B burchak uchun, ya'ni bu teng yo'lli bo'lib turibdi. B burchagimizda 20 gradus qoldi. Shunda javobimiz B javob bo'ladigan. Keyingi misolimiz. O'tkir burchakli uchburchakning ikkita tashqi burchak yig'indisi. Ya'ni chizmasini chizib olamiz. Ya'ni ikkita tashqi burchagi. Ya'ni bunga tashqi burchak, ya'ni bir alfa bo'lsa, bir beta bo'lsin. Ya'ni tashqi burchak alfa shtrix, buniki beta shtrix. Ikkita tashqi burchak yig'indisi sinusi -0,6 ga teng. Ya'ni bu yerda alfa shtrix plus alfa degan narsamizni umumiy yig'indisi 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Xuddi shunday bu tomondan beta shtrix plus beta deganimiz 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Endi bu yerda tashqi burchaklar yig'indisi, demak sinus alfa shtrix plus beta shtrix teng ekan minusda 0,6 ni kasr ko'rinishda yozaman. 3 taqsim 5 bo'ladi. Uchburchakning 3-chi tashqi burchagi tangenisini toping. Demak, bu yerimiz gamma bo'lsa, buyimiz gamma shtrix bo'ladi. Ya'ni gamma shtrixni topishimiz kerak. Bu yerda alfa shtrix plus beta shtrixning o'rniga, ya'ni bu yerda alfa shtrix topib olaman. Alfa shtrix deganimiz 180 minus alfa ga teng. Beta shtriximiz 180 minus beta ga teng. Endi o'rniga qo'yib yuboramiz. Sinus jami 360 gradus bo'ladi. Minus alfa plus beta. Kosni yapamiz. Minus 3 taqsim 5 ni o'zini yozaman. Demak, bu yerda sinus 360 dan minus alfa bu 4-chorak hisoblanadi. Ya'ni bu yerda sinus manfiy javob chiqaradi. Ya'ni minus chiqarib ishorasi minus bo'ladi. Alfa plus beta teng minus 3 taqsim 5. Sinus alfa plus beta deganimiz 3 taqsim 5 ga teng ekan. Endi uchburchaklarda yana bitta qoidasi bor. Uchburchakning ikkita ichki burchaklar yig'indisi uchinchisining tashqi burchagiga teng bo'ladi. Demak, gamma tashqi burchak yig'indisi, ya'ni gamma shtrix deganimiz ham alfa plus beta ga teng bo'ladi. Endi sinus alfa plus beta ni topdik. Endi tangens alfa plus beta dan topishimiz kerak, ya'ni alfa plus beta ni. Bu deganimiz sinus alfa plus beta taqsim kosinus alfa plus beta ga teng. Demak, bizda bu yerda sinus alfa plus betamiz bor. 3 taqsim 5 ga tengligi ma'lum. Ya'ni bu yerning o'rniga 3 taqsim 5 ni qo'yamiz. Demak, kosinus alfa plus betamiz 4 taqsim 5 ga teng bo'ladi. Bu yerda demak 3 taqsim 4 ga teng bo'ladigan. Bu degan buni 0,75 ga teng. Shunda javobimiz D javob bo'ladigan. Keyingi misolimiz. Burchaklar arifmetik progressiyani tashkil etsa, uning o'rtacha burchak kattaligini aniqlang. Demak, bu yerimiz A1 bo'lsin, bu yerimiz A2 bo'lsin, bu yerimiz A3 bo'lsin, ya'ni burchaklar. Demak, o'rtacha burchak bizlarga A2 kerak. A1 plus A2 plus A3 teng bo'ladi 180 gradusga. Endi bu yerdan A2 mizni arifmetik progressiya bo'yicha A1 ga bog'lab olaman. A1 plus D ga teng. A3 imiz A1 plus
2D ga teng. O'rniga qo'yaman. A1 plus D ga teng. A2 deganimiz, A3 deganimiz A1 plus 2D ga teng bu ham 180 gradusga. Bu yerdan jami 3 dona A1 keladi ekan, plus 3 dona D keladi, teng bo'ladi 180 gradusga. Bu yerda A1 plus D bo'lib qoladi, ya'ni 3 ga bo'lib yuboramiz ikkala tomonni ham. Bu tomonda 60 gradus qoladi ekan. Shunda bu yerda A2 deganimiz 60 gradusga teng bo'ladi ekan. Demak, o'rtacha burchagi 60 gradusga teng bo'ladi ekan. Shunda javobimiz B javob bo'ladi. Keyingi misolimiz ABC uchburchakni A burchagi 60 gradusga. Misolimizni chizmasini chizib olamiz. Bu yerimiz A bo'lsin. Bu yerimiz B bo'lsin. Bu yerimiz C bo'lsin. ABC uchburchak A burchagi 60 gradus ekan, ya'ni bu yer 60 gradus hisoblanadi ekan. 60 gradus. B burchagi 46 gradus ekan. 46 gradus. Bu uchburchak C uchidan bisektriya chiqarilgan. Demak, C. Bundan bisektriya chiqarildi. C da bisektriya. Demak, burchakni teng ikkiga bo'lib chiqadi. Bisektriyaning qoidasi chiqarilgan. BDC burchakni toping. Demak, BDC burchakni topishimiz kerak. Bu yerdan 60, 46 jami yig'indisi 106 gradusga teng bo'ladi. Demak, bu yerni jami C burchagimiz 76 gradusga teng ekan. Bu 2 alfa, ya'ni 2 ga bo'lindi. Ya'ni bu yerda 74 gradus bo'ladi. Uzr, ya'ni bu yerda 74 bo'ladi. 60 ga 46 ni qo'shsak 106 bo'ladi. 180 dan 106 ni olsak, bu burchagimiz kelib chiqadi. Ya'ni bu 74 gradusga teng. 74 ni 2 ga bo'lsak 37 gradus bor. Demak, bu burchagimiz 37 gradus ekan. Ya'ni B, D, C burchak. Buni topish mumkin emas. 37 ga 46 ni qo'shamiz. 83 gradus keladi. Ya'ni 83 gradus bo'lsa, 180 dan 83 ni olsa 97 gradus qoladi. Demak, bizdan so'rab turgan burchagimiz 97 gradusga teng ekan. Shunda javobimiz A javob bo'ladi. 6-misol. Asosidagi burchak 10 gradus bo'lgan teng yo'lli uchburchakning yon tomoniga tushirilgan bisektriyasi va shu tomonga tushirilgan balandligi orasidagi burchakni toping. Demak, asosidagi burchak 10 gradus bo'lsa, bu o'tmas burchakli teng yo'lli uchburchak ekan. Yani chizmasi shu ko'rinishda bo'ladi. Bu yer 10 gradus, bu yer ham 10 gradus bo'ladi. Bu yer ham 10 gradus. Demak, bu burchakimiz 160 gradus bo'ladi. Ya'ni o'tmas burchak. Demak, balandlik buni tashqarisiga tushadi, ya'ni ikkinchi yon tomon davom ettirganimiz bu yergacha keladi. Bu yerdan bu yerga kesma tortib olaman. Ya'ni bu balandlik hisoblanadi. Ikkinchisi bisektriya ichkarida bo'ladi, ya'ni ikkinchi tomoniga tushadi. Endi bisektriya bu yerni 5 gradusdan bo'ladi, ya'ni bu yer 5 bo'ladi, bu tomoni ham 5 bo'ladi. Bu yerimiz 160 gradus bo'lsa, bu yerimiz 20 gradus bo'ladi. Demak, bu yerimiz 20 gradus bo'lsa, bu burchakimiz jami 70 gradus bo'ladi. Ya'ni buni to'ldiruvchisi. Demak, bisektriya va balandlik orasidagi burchak 70 gradus plus 5 gradus bo'lib qoldi. Ikkalasining yig'indisi 75 gradusga teng bo'ladi ekan. Shunda javobimiz B javob bo'ladi. Keyingi misolimiz 7-misol. Burchaklari 2, 3, 4 nisbatda bo'lgan uchburchakning katta tomoniga tushilgan balandligi bilan kichik tomon orasidagi burchakni toping. Demak, burchaklar bu yeri 2x bo'lsin, bu yeri 4x, bu tomoni 3x bo'lsin. Bularning yig'indisi 2x plus 3x plus 4x deganimiz jam 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Bularning yig'indisi 9x ga teng. Ya'ni 180 gradus. Bu yerdan x deganimiz 20 gradusga teng ekan. Shunda jam bu burchagimiz 40 gradus ekan.
bu burchagimiz 80 gradus ekan. Bu burchagimiz 60 gradus ekan. Uchburchakning katta tomoniga tushirilgan balandlik, demak, katta tomon. Katta tomoni bu yerda A, B, C bo'lsin. Katta tomoni bu yerda hisoblanadi, ya'ni bu yerda A bu katta tomon, ya'ni katta burchak qarshisida turibdi. Katta tomoniga tushirgan balandlik, demak, bu balandlik hisoblanadi. 90 gradus ostida tushib turibdi. Balandlik va kichik tomoni orasidagi burchak. Demak, kichik tomoni 40 gradus qarshisida yotadi, ya'ni BC tomon. Demak, bu burchakni so'rab qo'ydi. Ya'ni x ni. Bilamizki, bu yerimiz 40 gradus bo'lsa, bu tomon ham 90 gradus. Demak, 40 va bu yerni yig'indisi, ya'ni bu burchakning yig'indisi 90 gradusga teng bo'lishi kerak. Shunda beramiz 50 gradus bo'ladi ekan, bu tomonga 30 gradus qoladi. Ya'ni kichik tomon va balandlik orasidagi burchak 30 gradusga teng ekan. Shunda javobimiz B javob bo'ladi ekan. 8-misol. ABC uchburchakning B burchagi 70 gradusga. Demak, ABC uchburchak. B burchagi 70 gradusga, C burchagi 40 gradusga teng ekan. Demak, bu yerimiz B bo'lsin, bu yerimiz C bo'lsin, bu yerimiz A bo'lsin. Bu burchak 70 gradus ekan, ya'ni bu burchagimiz 70 gradus, bu burchagimiz 40 gradus ekan. Ya'ni bu burchagimiz ham 70 gradusga teng bo'ladi ekan. Shunda ya'ni bu yerda A C bilan B C teng ekan. Ya'ni bu burchagimiz ham 70 gradus bo'ldi. Endi bu yerdan A deb bisektrcha chiqarilgan. Demak, bu yerdan A deb bisektrcha chiqarildi. Bu yerimiz A burchagimiz 70 gradus edi. Demak, bu yerimiz 35 gradus, bu yerimiz ham 35 gradusga teng bo'ladi. Demak, A deb bisektrcha chiqarilgan ADB burchakni toping. Demak, ADB. Bu burchakni topishimiz kerak. Shunda bu burchakimiz 70 gradus, 35 gradus, ikkalasining yig'indisi 105 gradus, ya'ni bu burchak bilan yig'indisi bilan 180 bo'lishi kerak. Demak, 180 bo'lishi uchun bu burchakimiz 75 gradus bo'lishi kerak ekan. Shunda javobimiz D javob bo'ladi ekan. Keyingi misolimiz. Burchaklari 5-6 bo'lgan, ya'ni tomonga tushilgan, katta tomoniga tushilgan balandlik bilan kichik tomon orasidagi burchak. Ya'ni bu burchaklari 5x 6x plus 7x ko'rinishda bo'ladi. Jami 180 gradusga teng ekan. Bularning yig'indisi 18x ga teng. Demak, bu yerdan 180 gradusga teng ekan. X deganimiz 10 gradusga teng bo'lib qoladi ekan. Chizmasini chizib olamiz. Eng katta bu yer bo'lsin 70 gradus ekan. Bu yerimiz 60 gradus bo'lsin. Bu yerimiz 50 gradus bo'lsin. Endi katta tomoniga tushilgan balandlik, ya'ni bu tomonga tushadi. 90 gradus ostida. Kichik tomon, ya'ni kichik tomon bu tomon hisoblanibdi. Shunda bu burchakni topishimiz kerak. Bu yerimiz 60 bo'lsa, bu yerimiz 30 gradusga teng bo'ladi. Shunda javobimiz B javob bo'ladi ekan. Keyingi misolimiz. ABC uchburchakning A uchidan A deb bisektrcha chiqarildi. Chizmasini chizib olamiz misolimizni. A burchak A deb bisektrcha. Demak, A deb bisektrcha chiqarildi. Demak, bu yerimiz alfa bo'ladi, bu tomonimiz ham alfa bo'ladi. Chiqarildi. Agar ADC B C bo'lsin. Ya'ni bu yer C bo'lsin, bu tomon B bo'lsin. B. Ya'ni bu yerda shunda ADC burchagimiz, ya'ni bu yer 105 gradus bo'ladi. 105 gradus bo'lsa, bu tomonda 75 gradus bo'ladi. B va C burchaklar ayirmasini topishimiz kerak. Demak, burchak B va C burchaklar ayirmasi. Burchak B minus burchak C ayirmasini topishimiz kerak. Demak, bu yerimiz 105 gradus bo'lsa, bu yerimiz biron bir C burchak, bu yerimiz B burchak hisoblanadi. Endi ya'ni bu yerda C burchak plus alfa deganimiz, ya'ni plus 105
ya'ni bu yerda 75 gradus qoladi ekan. Bu tomonda burchak B plus alfa teng bu tomonda 105 gradus. Demak, ya'ni pastki tenglamadan yuqorgi tenglamani ayiramiz. Ya'ni burchak B dan minus burchak C qoladigan teng 105 dan 75 dan olsak 30 gradus qoladi. Demak, javobimiz C javob bo'ladi ekan. Teng yo'l uchburchakning asosidagi burchagi 12 gradusga teng. Shu uchburchakning yon tomoni va ikkinchi yon tomoniga tushirilgan balandligi orasidagi burchakni toping. Demak, bu uchburchakimiz o'tmas burchakli uchburchak hisoblanadi. Bu yerimiz 12 gradus, bu yerimiz ham 12 gradus ekan. Endi shu uchburchakning yon tomoniga va ikkinchi yon tomoniga tushirilgan balandliklar orasidagi burchakni toping. Ya'ni bu yerdan bu tomonga davom ettirib olaman. Ya'ni bu burchakdan balandlik tushiraman ikkinchi yon tomoniga. Endi bu yerimiz jami 12 gradusdan bu yerimiz 156 gradus bo'lib qoladi. Bu yerimiz 24 gradus. Bu burchakimiz 66 gradus bo'lib qoladi ekan. Shunda bizdan jami ikkinchi yon tomoni va balandlik orasidagi burchak. Ya'ni bu burchak jami bu burchakni so'rab qo'yibdi. Demak, 66 gradusga plus 12 gradusni qo'shganimizda teng. Shunda javobimiz 78 gradus bo'lgan. Shunda javobimiz D javob ekan. Keyingi misolimiz rasmda tasvirlangan uchburchakda AB, demak AB bu yerimiz A plus B ekan. AC ya'ni bu yerimiz A plus B ekan. AD deganimiz bu yer A bo'lsa, bu yerimiz B ekan. Demak, bu burchakimiz alfa bo'lsa, bu burchakimiz ham alfaga teng ekan. Endi bu yerimizni x burchak deb olaman. Bu burchakimiz, ya'ni y burchakimiz x plus alfa bo'ladi. Ya'ni y burchakimiz x plus alfa bo'ladi. Chunki bu yerda AB bilan AY deganimiz teng yo'lli uchburchak bo'lib turibdi. Demak, bu yerdan D A C burchak. Ya'ni bu yerimiz 70 gradusga teng ekan. Demak, bu yer 70 gradus bo'lsa, demak bu yerda x plus alfa plus x teng ekan 70 plus alfaga. Shunda bu yerdan 2x plus alfa deganimiz 70 plus alfaga teng bo'lsa, alfalar bu yerda qisqarsa 2x deganimiz 70 ga teng bo'lib qoladigan. X deganimiz 35 gradusga teng bo'ladigan. Shunda javobimiz C javob bo'ladigan. Keyingi misolimiz uchburchakning burchaklari arifmetik progressiyani tashkil etadi. Uning kichik burchagi quyidagilarning qaysi biriga teng bo'ladi? Demak, buni aniqlab bo'lmaydi. Chunki bu yerda o'rta burchakni aniqlasa bo'ladi. Faqatgina A2 60 gradusligini ko'rsak bo'ladi. Ya'ni bu yerda kichigini yoki kattasini aniqlash bo'lmaydi. Belgilar yetarli emas. Shunda javobimiz D javob bo'ladi. Keyingi misolimiz uchburchakning ichki burchaklari arifmetik progressiyani ketma-ket hadlari va eng kichik burchagi. Demak, bizda eng kichik burchagi A1 ni berib qo'ydi. 36 gradus ekan. Eng katta burchakni topishimiz kerak. A2 A1 plus D bo'ladi. A3 deganimiz A1 plus 2D bo'ladi. Jami 3 dona A1 keladi plus 3 dona D keladi. Teng jami 180 gradusga tenglik. Bu yerdan A1 plus D deganimiz 60 gradusga teng bo'lib qoladi. Bu yerdan A1 ning o'rniga 36 gradusni qo'yib yuborsam plus D teng 60 gradusga. D ni topib olamiz. D deganimiz bu yerdan 24 gradusga teng ekan. Demak, A3 deganimiz, A3 ni topishimiz uchun, ya'ni eng katta burchagi 36 plus 48 bo'ladi ekan. Bu yerdan 36 ga 48 ni qo'ysak 84 gradus bo'ladi.
Demak, buni eng katta burchagi 84 gradus ekan. Shunda javobimiz C javob bo'ladi. Keyingi misolimiz. Quyidagi ABC uchburchak keltirilgan. Bu yerdan BD DA ga teng ekan. Demak, BD deganimiz bu yer bilan bu yer teng ekan. Shunda bu burchagimiz ham x ga teng bo'ladi. Ya'ni bu burchagimiz x ga teng bo'ladi. AY bilan YS teng ekan. Bu yerda teng yo'lli bu yerimiz endi 40 gradus bo'lsa, ya'ni bu ham teng yo'lli bo'lib qoldi. Bu burchaklarimiz jami 70 gradusdan bo'ladi. 70 gradus, bu yer ham 70 gradus bo'ladi. Shunda bu burchagimiz, ya'ni to'ldiruvchisi 70 ga 110 gradus bo'ladi. Shunda jami 2x teng ekan 70 gradusga. X deganimiz bu yerdan 35 gradusga teng bo'ladigan. Shunda javobimiz A javob bo'ladigan. Keyingi misolimiz. Misol. Demak, ABC uchburchak. Chizmasini chizib olamiz. ABC uchburchakni chizmasini chizamiz. ABC uchburchakni ichidan, ya'ni A, B, C A burchak tanlab olamiz. Ya'ni burchaklarga kesmalar tortib olamiz. Birimiz A burchak hisoblanadi. Bu yerdan ABC burchak ichidan A nuqta olingan BA burchakimiz, ya'ni bu burchakimiz x ga teng ekan. BA burchakimiz, ya'ni ABA burchakimiz, bu burchakimiz alfa ga teng ekan. ASB, ya'ni AC bu burchakimiz, ya'ni bu yerimiz beta ga teng ekan. Ya'ni y ga teng ekan. Y ga teng ekan. Va OBS, demak OBS bu yerimiz beta ga teng ekan. Bu burchakimiz 105 gradusga teng ekan. Xo'p, bular berilgan bo'lsa AB, C, ya'ni bu alfa plus betadan topishimiz kerak ekan. Endi bu yerdan bu yerimizni biron bir m deb olsam, bu tomonni n deb oling. Bu yerdan alfa plus m plus x deganimiz 180 gradusni berish kerak. Bu tomondan ham beta plus y plus n teng bo'lishi kerak 180 gradusga. Ya'ni bu yerdan m plus n deganimiz 255 gradusga teng bo'ladi. Ya'ni bu bir dana aylanish 360 gradus bo'ladi. M plus n ga 255 gradus qoladi. Endi bu yerdan alfa minus x teng 10 gradusga tengligi bor. Beta minus y ni 15 gradusga tengligi bor. Yana bularni qo'shib versam, alfa plus beta plus x plus y bo'ladigan, plus m plus n teng 360 gradus bo'ladi. Yana bu ikkala teng qo'shib yubordim. Bu yerdan alfa plus beta plus x plus y plus, ya'ni buni o'rniga 255 ni qo'yib beraman. Teng 360 gradus. Alfa plus beta plus x plus y deganimiz teng bo'ladi ekan 105 gradusga. Endi bu yerdan alfa plus beta, ya'ni bu ikkala tenglikdan alfa minus x, alfa minus 10 teng ekan x ga. Bu yerdan y ni topib borsam beta minus 15 ga teng ekan. Ya'ni x bilan y ni o'rniga qo'yib beraman. Demak, bu yerdan 2 dona alfa keladi ekan, 2 dona beta keladi. Jami minusda 25 gradus keladi ekan. 105 gradus. Demak, 2 alfa plus 2 beta deganimiz jami 130 gradus bo'ladi. Ya'ni bu yerdan 2 ga bo'lib yuborsam, ikkala tomonni ham alfa plus beta deganimiz
65 gradusga teng bo'lib qoladi. Shunda B burchagimiz 65 gradus ekan. Bunda javobimiz A javob bo'ladi. Keyingi misolimiz. Ya'ni ABE muntazam uchburchak. Chizmasini chizib olamiz. ABE muntazam uchburchak ekan. Demak, bu yerimiz A bo'lsin, bu yerimiz B bo'lsin, bu yerimiz Y bo'lsin. Endi BCD kvadrat. Demak, bu yerga kvadrat ichkidan tashqi tomoniga. Demak, bu yerimiz tashqi tomon hisoblanadi. Bu yerimiz A bo'lsa, bu yerimiz ham A ga teng, bu yerimiz ham A ga teng, bu yerimiz ham A ga teng, bu yerimiz ham A, bu yerimiz ham A. Demak, bu ichki burchaklar yig'indisi 60 gradusdan bo'ladi. Ya'ni har bir burchakka 60 gradus. Bularniki 90 gradus bo'ladi. Bu yerniki ham 90 gradus, bu yerniki ham, bu yerniki ham. Demak, ABY muntazam uchburchak BCD. BCD kvadrat umumiy tomonga ega uchburchak tashqarisida SAD. Demak, S bu burchak so'rab qo'ydi. SAD bu burchakni so'rab qo'ydi. Demak, bu jami bu burchakimiz 60 gradus, ya'ni bu yerimiz 90 gradus bo'lsa, jami 150 gradus bo'ladi. Bu tomon bilan bu tomon teng. Ya'ni bu yer bilan bu yer teng. Demak, bu burchaklarimiz ham bir-biriga teng bo'ladi. Bu yerlari, ya'ni bu yer 150 gradus bo'lsa, bu yerlar 15 gradusdan bo'lib qoladi. Bu yer ham 15 gradus. Xuddi bu tomoni ham shunday. Bu tomoni ham 15 gradus, bu yer ham 15 gradus bo'ladi. Demak, bularning yig'indisi jami 160, ya'ni 60 gradus bo'lishi kerak. Bu tomonda 15, bu tomonda 15, bu yer 30 gradus qoladi ekan. Ya'ni bu yerda 30 gradus bo'ladi ekan. Shunda javobimiz B javob bo'ladi ekan. Keyingi misolimiz. Demak, ABC uchburchakda A burchak to'g'ri. Demak, to'g'ri burchakli uchburchak ekan. A burchagimiz to'g'ri, ya'ni 90 gradus osida. Burchagimiz to'g'ri, B uchidan AC tomonga, demak B C bo'lsin. B da chiziq. Demak, B da chiziq tartib olindi. Bu yerimiz D bo'lsin. 1 ga teng. DC deganimiz 5 ga teng. AB deganimiz 2 ga teng ekan. Bu yerdan ABD, demak ABD. Bu yerimiz biron bir alfa deb oling. Keyingisi ASB. Bu yerimizni beta deb oling. Ya'ni burchaklar yig'indisini so'rab qo'ydi. Demak, alfa plus beta biron bir x ga teng bo'lsin. Endi bu yerdan tangens alfalardan foydalanaman. Ya'ni tangens alfa deganim 1 ni 2 ga nisbati, bu tomondan tangens alfa deganim, ya'ni tangens beta deganim 2 ni 6 ga nisbati, ya'ni 1 taqsim 3 ga teng. Endi bu ikkala tomondan tangenslab yuborsam, ya'ni tangens alfa plus beta bo'ladi, teng tangens x ga. Tangens alfa plus betani ochib chiqaman. Demak, tangens alfa plus beta. Tangens alfa plus tangens beta 1 minus tangens alfa bo'ladi, minus ko'paytirilgan tangens beta. Tangens alfa va tangens betaning qiymatlari bor bizlar uchun. 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 3 1 minus 1 taqsim 6 keladi mahrajda. Demak, yuqorida 5 taqsim 6 keladi ekan, mahrajda ham 5 taqsim 6 keladi ekan. Ya'ni 6 taqsim 5 bo'lib qoladi. Bular qisqarsa, demak, tangens alfa plus betamiz 1 ga teng ekan. Bu qiymatimiz 1 ga tengligi ko'rindi. Demak, tangens x deganimiz 1 ga teng bo'lsa, x deganimiz 45 gradusga teng bo'ladi ekan. Ya'ni ikkalasining yig'indisi 45 gradus bo'ladi ekan. Shunda javobimiz B javob bo'ladi. Keyingi misolimiz. Uchburchakning ikki burchak ayirmasi moduli 54 gradusga teng ekan. Demak, chizmasini chizib olamiz. Ayirmasi, ya'ni uchburchakning ikkita burchak. Bu yeri alfa bo'lsin, bu yeri beta bo'lsin. Ya'ni alfadan minus beta deganimiz 54 gradusga teng.
Ya'ni moduli. Keting, 3-burchakka tushirilgan 3-burchakdan tushirilgan bisektriya va qarama-qarshi tomon orasidagi bu yerdan bisektriya tushirildi. Bir A bo'lsin, bir B, bir C. Yana bu burchakni so'rab qo'ydi. Yana bu yerni x deb qo'ysam bo'ladi. Demak, burchagimiz bu yerimiz C bo'ladi, bu yerimiz ham C ga teng bo'ladi. Bizlarga jami alfa minus betani berib qo'yibdi. Bu yerni topishimiz uchun alfa plus x, ya'ni bu yerdan ichki burchakdan foydalanaman. Alfa plus 2c plus beta deganimiz jami 180 gradusni berish kerak. Ya'ni bu yerda 2c deganimiz 180 gradusni bersa, alfa minus beta deganimiz 54 gradusga teng ekan. Ikkala tenglikni qo'shib yuborsam, 2 dan alfa keladi, 2 dan c keladi, teng. Jami 54 ni 180 ga qo'shgan 134 gradus bo'ladi. Ya'ni 234 gradus bo'ladi. Demak, bu yerdan alfa plus c deganimiz 117 gradusga teng bo'ladi. Shunda bu yerdan x burchagimiz 63 gradusga teng bo'lib qoladi. Shunda javobimiz D javob bo'ladi. Keyingi misolimiz. Demak, ABC uchburchakning BC tomoniga AD kesma. Chizmasini siz bo'lamiz. Misolimizni. Demak, bu yerda A bo'ladi ekan, bu yerimiz B bo'lsin, bu yerimiz C bo'lsin. AD kesma o'tirib olamiz. AD kesma. AB, AD, DC. Ya'ni bu yerlar teng ekan bir-biriga. B, AD burchagimiz. Ya'ni bu yerimiz 70 gradus bo'lsa, bu teng yo'lli bo'lsa, ya'ni bu yerdagi burchaklar bir-biriga teng bo'ladi. Ya'ni bular 110, ya'ni 55 gradusdan bo'ladi. Bu yerimizda ham 55 gradus, bu yerimizda ham 55 gradus. Bu tomonda 125 gradus qoladi. Ya'ni ADC burchagimiz. Ya'ni bu yerda ADC burchak, D burchagimiz 110, bu yerimiz 125 ADC burchagimiz. Bu yerimiz 72 gradus ekan, ya'ni bu yerimiz 72 gradus bo'lsa, bu yerimiz 108 gradus, ya'ni 54 gradusdan bo'ladi. Ya'ni bu yerimiz ham 54 gradus bo'ladi ekan. Shunda bu yerimiz 126 gradus bo'ladi ekan. Shunda javobimiz B javob bo'ladi. Keyingi misolimiz. Uchburchakning ikki ichki burchak yig'indisi uning 3-burchagidan 5 marta katta. Demak, uchburchakning ikkita ichki burchaklar yig'indisi chizmasini chizib oling. Ya'ni alfa va beta. Uchinchisi gamma bo'lsin. Buni tashqarisidagi burchagi, ya'ni gamma shtrix. Uchburchakning ikkita ichki burchaklar yig'indisi uning 3-burchagidan 5 marta katta. Ya'ni uning 3-burchagidan 5 marta katta. Demak, alfa plus beta deganimiz 5 dana gammaga teng bo'ladi ekan. Shu uchburchakning 3-burchagini toping. Demak, alfa plus beta plus gamma deganimiz jami 180 gradusni berish kerak. Va alfa plus betani o'rniga 5 gammani qo'yib yuboraman. Teng plus gamma teng 180 gradusga. Bu yerdan 6 gamma teng bo'lib qoladi 180 gradusga. Bu yerdan gamma deganimiz 30 gradusga teng bo'lib qoladi. Shunda javobimiz 30 gradus. Shunda javobimiz D javob bo'ladi. Keyingi misolimiz. ABC uchburchakning BC tomonidan D va F nuqtalari shunday tanlab olindiki. Demak, chizmasini chizamiz. BC tomoni, BC, bu tomoni A bo'lsin. Demak, bu yerimiz D va F nuqtalar. Bu yerdan D nuqta, bu yerdan F nuqta tanlandi. Demak, BD AD ga teng ekan. Ya'ni bu yerdan kesma tortib olaman.
Qiyinroq bo'ldi chizmamiz. Demak, bir bilan bir-biriga, ya'ni alfa teng bo'ladi, ya'ni bu teng yo'lida berib qo'yibdi va AF F'si. Ya'ni bu yerdan xuddi shunday, birimiz beta bo'lsa, birimiz ham beta bo'ladi. Ya'ni bu bilan bu teng. Teng hosil bo'ldi. Agar B A S burchagimiz jami bu burchagimiz, ya'ni A burchagimiz 124 gradus ekan. Demak bizdan DAF, demak DAF. Bu yerni biron bir x deb qo'ysam. Bu burchagimiz jami 2 alfa bo'ladi, bu burchagimiz 2 beta bo'ladi. Endi bu yerdan yuqori tomondan alfa plus x plus beta deganimiz teng bo'ladi jami 124 gradusga. 124 gradus. Endi bu yerdan 2 alfa plus 2 beta deganimiz va x deganimiz teng bo'lishi kerak 180 gradusga. Endi yuqori tomonni 2 ga ko'paytirib yuborsam 2 alfa plus 2 beta plus 2 x teng bo'ladi ekan 248 ga. Past tomonda 2 alfa plus 2 beta plus x teng bo'ladi ekan 180 gradusga. Ya'ni bu yerda 180 gradus bo'ladi. 180 gradus. Demak, bu yerni bir-biridan olib yuborsam, alfalar qisqaradi ekan. Bu yerdan x ni o'zi qoladi. 248 dan 180 ni olsam, ya'ni 68 gradus bo'ladi. Va x deganimiz 68 gradus ekan. Shunda javobimiz D javob bo'ladi ekan. Keyingi misolimiz. Uchburchakning o'tmas burchagi qarshisidagi tomonning uzunligi 16 ga teng. Qolgan ikki tomon esa 3x plus 1 va 8 ga teng. X ning qabul qilishi mumkin bo'lgan eng katta butun qiymatini toping. Demak, misolimizni chizmasini chizib olamiz. Demak, bu yerimiz 16 ga teng bo'lsa, qolgan ikki tomoni esa 3x plus 1 va 8 ga teng. Ya'ni uchburchak tengsizligidan foydalanamiz. 3x plus 1 plus 8 16 dan katta bo'lishi kerak. Endi 8 plus 16 katta bo'lishi kerak 3x plus 1 dan. Ya'ni shu ikkalasini ishlaymiz. Bu yerdan 3x deganimiz katta bo'lib qoladigan, jami bu yerdan 9 keladi. 9 16 bu yerdan 7 qoladigan. Past tomonda 8 plus 16 miz jami 24 ni beradi, 23. Demak, 3x deganimiz kichik bo'lishi kerak 23 dan. Bu yerdan x deganimiz katta bo'lishi kerak 7 taqsim 3 dan. X deganimiz kichik bo'lishi kerak 23 taqsim 3 dan. Endi yana bir qoidasi bor. Jami 3x plus 1 ning cos kvadrati va plus 64 bo'ladi. Ya'ni ikkinchi tomon bu kichik bo'lishi kerak 16 ya'ni 256 dan. Endi bu yerdan 9x ning kvadrati plus 6x plus 1 minus 256 dan 64 ni olganimiz 192 ga teng bo'ladi. Bu narsamiz 0 dan kichik bo'lishi kerak. Endi bu yerdan 9x kvadrat plus 6x minusi 191 ga teng bo'ladi. Teng kichik 0 dan. Demak, bu yerda shu tenglamasini ishlasak bo'ldi. Buni oldingi, ya'ni uchburchak tengsizlik mavzusidan ishlab olgandik bu misolni. Ya'ni shu tenglamani ishlab qo'ysansizlar bo'ldi. Va bu yerdan ikkalasini kechirasizlar. Bu bilan bu yerdan chiqqan javobni kechirasizlar va eng katta qiymatni topasizlar shu oraliqda. Keyingi misolimiz 24-misol. ABC uchburchakning AC tomoniga BD chiziq o'tkazilgan. Chizmasini chizib olamiz. Demak, AC tomon.
A, S, bu tomon B bo'lsin. Demak, B'da chiziq o'tkazildi S tomonga. O'tkazgan. B'dasi uchburchakdan esa demak, bu BDS uchburchakdan esa BD tomonga SY. Demak, bu yerga SY kesma tortilibdi. Chiziq o'tkazildi. DBS, ya'ni DBS bu burchagimiz X ekan. B S burchagimiz, ya'ni bu yerimiz Y ga teng ekan. Va ESD bu burchagimiz Z ga teng ekan. Demak, B, D, A burchak. Ya'ni bu yerni so'rab qo'yibdi. Ya'ni D burchakni topishimiz kerak. Ya'ni bu yerdan D burchagimiz jami, ya'ni buni bu uchburchakdan qirqib olsa. Demak, bu tashqi burchak. Ya'ni bizlarga shu burchak kerak. Bu yerimiz biron bir B burchak ekan, bu yerimiz S burchak. Bu yerimiz jami X ga teng ekan. Bu yerimiz X plus Z ga teng. Demak, uchinchi burchak tashqi burchak. Hamisha ichki burchaklar yig'indisiga teng bo'ladi. Ya'ni ikkita ichki burchaklar yig'indisi. Demak, D burchagimiz shunda Y, ya'ni bu yerimiz Y edi. X plus Y plus Z ga teng bo'ladi. Shuna javobimiz B javob bo'ladigan.